Agar uyingizda faqat non bilan kartoshka bo'lsa, men sizlarga hozir ajoyib retsept aytaman. Kakrada shu narsa bor edi, faqat nonli chips bo'ladimi bu? Birinchi bo'lib turib kartoshkani po'stlog'ini archamiz. Ha bu kartoshkani po'stlog'ida yarmini archib tayyorlayapsiz-ku, bu nima qoladi keyin? Aka bitta udar maslahatsiz, hech qachon sunnat qilmang birodar. Undan so'ng bitta qalampir olib, bu kartoshka bilan non o'zi faqat 3D lishni lekin aka. Uni to'g'raymiz. Menimcha hammani uyida ikkita dona tuxum bo'lsa kerak. Uyda emas, o'zimiz bilan olaveramiz lekin, uni ishlatib bo'lmaydi. Bularni sal keyinroq qo'shamiz. O'zizga qo'shib mana o'zimga kerak hali. Uyda sariyog' bo'lmasa lekin uyatda. Da, sariyog'siz uymi qo'shing, yana Kolumbiya sitrus mevalaridan, Dubayda bananlardan qo'shingiz ham. Bittadan ozginasini olib qolamiz. Yana bizga piyoz, ukrop va ketchup mayonez kerak bo'ladi. Bular kam, biroq sosiska ham qo'shing orasiga. Shularni hammasini qo'shamiz va ajoyib osh tayyor. Ketchup qani buni, tuxumi qani, qayerdan kelib qoldi go'sht, qoshiq qayerdan keldi? Aka siz non bilan kartoshkadan osh qildingizmi? Sizga bitta piyoz o'zidan shashlik qilib beraman, keling oldimga.